Assalomu alaykum, hurmatli oq oltinliklar. Muhtaram Prezidentimizning 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadlarini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 49-sonli qaroriga asosan hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari hamda joylarda o'tkazilgan o'rganishlar asosida 37 ta og'ir toifadagi tuman va kambag'allik darajasi yuqori bo'lgan 903 ta og'ir toifadagi mahallalar tanlab olingan bo'lib, ushbu og'ir toifadagi tumanlar ichida bizni tumanimiz ham 3 ta og'ir toifadagi mahallalarimizdan Andijon, Bo'ston, Yangi Davr mahallalari tanlab olinganligini ma'lum qilaman. Og'ir tuman va og'ir mahallalar dasturi doirasida zarur infratuzilma bilan ta'minlash uchun 2026-yilda davlat byudjetida nazarda tutilgan jami 69 milliard so'm mablag'larni sarflanishi bo'yicha manzilli dasturlar ishlab chiqqanmiz. Jumladan, og'ir tuman dasturi doirasida respublika va mahalliy byudjetdan 60 milliard so'm mablag' ajratilishi hisobidan quyidagi infratuzilmalar amalga oshiriladi. Jumladan, Obod, Shodlik, Saxovat, Ko'rkamdiyor, Yangi Hayot, Yangi Davr mahallalarida aholi tomorqasi va ijaraga berilgan yer maydonlarida sug'orish tizimini yaxshilash uchun 12,7 kilometr latoklar rekonstruksiya qilinadi va 1 kilometr latok tarmog'i tortiladi hamda 4 ta meliorativ tik quduqlar quriladi. Saxovat mahallasidagi mavjud nasosga 20 kilovatlik quyosh panellari o'rnatiladi. Tuman markazining yirik avtomobil yo'llariga va aholi punktlariga hamda boshqa tutash tumanlarga bog'lovchi yo'llarni yaxshilash uchun 33,6 kilometr qismi asfaltlashtiriladi. Tuman markazidagi Yangi Davr mahallasida ko'ngil ochar dam olish maskani va aholi tomorqalarida yetishtirilgan mahsulotlarni sotish uchun mo'ljallangan dehqon bozori tashkil etiladi. Yangi Davr, Saxovat va Andijon mahallalaridagi tadbirkorlik subyektlari va aholini uzluksiz elektr energiya ta'minoti bilan ta'minlash maqsadida 6 dona transformatorlar o'rnatiladi, 14,2 kilometr kabellar tortiladi. Andijon mahallasidagi 22 ta ko'p qavatli uylar ta'mirlanib, 2,9 kilometr yangi kanalizatsiya tarmog'i tortilib va barcha zarur infratuzilma bilan ta'minlanadi. Bo'ston va Ahillik mahallalarida bitta ichimlik suv minorasi, 6,6 kilometr ko'p qavatli uylarga kanalizatsiya tarmog'i tortiladi va 4 dona oqova suv haydash knes inshooti quriladi. Og'ir mahallalar dasturi doirasida respublika va mahalliy byudjetdan 9 milliard so'm mablag'i ajratilishi hisobidan quyidagi infratuzilmalar amalga oshiriladi. Andijon mahallasining 3,7 kilometr ichki ko'chalari asfaltlashtiriladi, 1 dona meliorativ tik quduq quriladi. Bo'ston mahallasining 1,6 kilometr ichki ko'chalari asfaltlashtiriladi, 2,8 kilometr latok tarmoqlari rekonstruksiya qilinadi, 1 dona meliorativ tik quduq quriladi. Yangi Davr mahallasidagi bo'sh yer maydonida sun'iy intellekt tarmog'ini boshqarish markazi IT park binosi quriladi. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida tumanimizda ham qator muhim ijtimoiy iqtisodiy loyihalarni hayotga tatbiq etish rejalashtirilgan. Ushbu chora-tadbirlar hududimiz infratuzilmasini yanada yaxshilash, aholi turmush darajasini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan. Rejalashtirilgan ishlar avvalo mamlakatimizda muhandislik, kommunikatsiya tarmoqlarini yangilash, yo'llar sifatini oshirish, elektr va ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash, shuningdek tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali aholi daromadlarini ko'paytirishga nazarda tutilgan. Shu bilan birga ijtimoiy obyektlarni barpo etish va ta'mirlash,
yoshlar va xotin-qizlar bandligini ta'minlash hamda zamonaviy ish o'rinlari yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur chora-tadbirlarning izchil amalga oshirilishi hududimizni jadal rivojlantirish, aholi daromadlarini oshirish, ayniqsa yosh tadbirkorlarga qulay muhit yaratish, yangi va barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allik darajasini bosqichma-bosqich qisqartirish uchun xizmat qiladi. Ushbu yaratib berilgan shart-sharoitlar uchun barcha oqoltinliklar nomidan davlatimiz rahbariga chuqur minnatdorchilik bildiraman. E'tiboringiz uchun rahmat.